Assalomu alaykum. E'tiboringizga Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi tizimida hafta davomida amalga oshirilgan muhim yangiliklar, yutuqlar va tadbirlar dayjestini havola etamiz. Mazkur haftada xalqaro va respublika miqyosidagi yutuqlarga erishgan iqtidorli o'quvchilar, hududlarda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, sport musobaqalari va kasbiy tanlovlar hamda ta'lim tizimidagi tashkil etilgan muhim uchrashuv va seminarlar haqida ma'lumotlar o'rin olgan. Qashqadaryo viloyatida umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari o'rtasida voleybol bo'yicha Vazir kubogi musobaqasi ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Musobaqaning tuman shahar bosqichlarida 1500 dan ortiq jamoadan 12000 dan ziyod pedagog xodimlar ishtirok etdi. Hududiy bosqichlarda g'olib bo'lgan 16 ta jamoa viloyat finalida o'zaro kuch sinashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Qarshi tumani 49-maktab jamoasi 1-o'rinni, Kasb tumani 22-maktab jamoasi 2-o'rinni, Qarshi shahri 11-maktab jamoasi esa 3-o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib jamoalarni esa Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Ubaydullo Oripov tantanali tarzda taqdirladi va respublika bosqichida qatnashadigan jamoaga omad tiladi. Qashqadaryo viloyatida maktabgacha ta'lim tizimi xodimlari o'rtasida tashkil etilgan yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2026 respublika kasbiy ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlov davomida tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan tarbiyachilar hamda direktor o'rinbosarlari o'zlarining kasbiy mahorati, pedagogik yondashuv va innovatsion tajribalarini namoyish etdilar. Yakunda nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlanib, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mirishkor tumanidagi 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi Murodillayeva Amina muddatidan 2 yil oldin 189 ball to'plab oliy ta'lim muassasasiga talabalikka qabul qilindi. U iqtisodiyot, davlat boshqaruvi va filologiya yo'nalishlaridagi oliy ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Quvonarlisi, u qo'lga kiritgan barcha sertifikatlarda 100% natijalar qayd etdi. Nishon tumanida yashovchi 11 yoshli To'raqulov Davron Xo'jamqul o'g'li ingliz tilidan xalqaro sifir B2 darajasini qo'lga kiritdi. Ushbu natija nafaqat tuman, balki viloyat miqyosida ham yoshlar uchun katta motivatsiya bo'lmoqda. Davron matematika fanidan ham xalqaro olimpiadalarda muvaffaqiyatli qatnashib, WME xalqaro olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdi hamda Yaponiyaning Tokio shahrida o'tkaziladigan final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shuningdek, u yana bir xalqaro olimpiadada muvaffaqiyatli qatnashib, respublika bosqichida oltin medalni qo'lga kiritdi va Buyuk Britaniyaning London shahrida bo'lib o'tadigan jahon final bosqichiga ishtirok etish huquqini ham qo'lga kiritdi. Yakkabog' tumanidagi 4, 13 va 43 sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi qo'shimcha o'quv binolari foydalanishga topshirildi. Zamonaviy loyiha asosida bunyod etilgan yangi binolar keng va yorug' sinfxonalar hamda zarur jihozlar bilan ta'minlanib, o'quvchilar uchun qulay ta'lim muhitini yaratishga xizmat qilmoqda. Qamashi tumanida qishloq joylarini kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida bir qator mahallalarda ijtimoiy soha obyektlarini yaxshilash ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Bunyodkor mahallasida 94-maktab uchun qo'shimcha bino, oshxona va sport zali qurilishi olib borilmoqda. Bobirtepa mahallasidagi 50-maktabda yangi qo'shimcha bino va sport maydoni barpo etilmoqda. Istiqbol mahallasida esa 240 o'rinli yangi maktab qurilishi davom etmoqda. Dehqonobod tumanining markazdan olis hududlardan biri bo'lgan Farovon mahallasida 52-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining yangi zamonaviy filiali foydalanishga topshirildi. Yangi filial zamonaviy ta'lim talablari asosida barpo etilib, o'quvchilar uchun barcha zarur sharoitlar yaratildi. Mazkur loyiha olis hududlarda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Unda bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarining oldini olish, noqonuniy tashuvlarga chek qo'yish hamda xavfsizlik choralarini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida fuqarolar qabuli o'tkazildi. Boshqarma boshlig'i Ubaydullo Oripov tomonidan o'tkazilgan an'anaviy chorshanba qabulida fuqarolarning murojaat va takliflari ko'rib chiqildi. Qabul davomida ayrim murojaatlar joyida ijobiy hal etilib, qolgan masalalar o'rganish uchun ishchi guruhlarga yo'naltirildi. Chiroqchi tumanidagi 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan sayyor qabul davomida fuqarolarning ta'lim tizimiga oid murojaatlari tinglandi. Qabulda ko'tarilgan murojaatlarning bir qismi joyida hal etilib, qolgan masalalar yuzasidan tegishli mutasaddilarga topshiriqlar berildi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi yangiliklarni kuzatishda davom eting.